Yanvar oyi pensiyasi qachon to'lab berilishi ma'lum qilindi. Pensiya oluvchi fuqarolar darhol ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yanvar oyi pensiyalari qachon to'lanadi? Pensiya jamg'armasi javob berdi. Pensiya jamg'armasi yanvar oyi pensiya to'lovlari bo'yicha fuqarolarni qiziqtirayotgan savollarga izoh berdi. Amaldagi tartibga ko'ra, pensiya mablag'lari har oy bank plastik kartalari orqali oluvchilarga oyning 5-sanasiga qadar o'tkazib beriladi. Pensiyani naqd shaklda oluvchi fuqarolarga esa to'lovlar har oyning 4-dan 27 sanalari oralig'ida yetkazib beriladi. Ma'lumki, joriy yilning 31-dekabrdan 4-yanvargacha bo'lgan kunlar yangi yil bayrami munosabati bilan dam olish kunlari etib belgilangan. Shu sababli yanvar oyi pensiyalarini to'lanish muddati bo'yicha savollar yuzaga kelgan. Pensiya jamg'armasining ma'lum qilishicha, pensiya to'lovlari har yili tasdiqlanadigan O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun asosida moliyalashtiriladi. 2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun bilan pensiya jamg'armasining 2026-yil uchun xarajatlari tasdiqlangan. Shundan kelib chiqib, yanvar oyi uchun pensiya to'lovlari bank plastik kartalari orqali oluvchi fuqarolarga 2026-yil 5-yanvardan boshlab yuklab berilishi ma'lum qilindi. Shu kundan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya o'tkazib beruvchi tashkilotlarga ham mablag'lar moliyalashtiriladi. Naqd shaklda pensiya oluvchi fuqarolarga esa yanvar oyi pensiyalari 2026-yil 5-yanvardan 27-yanvargacha Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan tasdiqlangan kundalik grafik asosida mahalla fuqarolar yig'inlari orqali yoki fuqarolarning yashash manziliga yetkazib beriladi. Yangi yil munosabati bilan bayram mukofotini berish majburiymi? Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi mamlakat qonunchiligiga tayanib bu masalaga aniqlik kiritdi. Mehnat kodeksining 252-moddasiga rag'batlantiruvchi xususiyatga ega to'lovlarga ko'ra mukofot va boshqa rag'batlantiruvchi to'lovlar tartibi ish beruvchi tomonidan belgilanadi hamda jamoa shartnomasi yoki ichki hujjat bilan rasmiylashtiriladi. Agar ichki hujjatdan barcha xodimlarga bayram munosabati bilan mukofot berish majburiyati belgilangan bo'lsa, ish beruvchi uni berishi shart. Aks holda bu qarzdorlikni keltirib chiqaradi. Agar bunday majburiyat ichki hujjatlarda ko'zda tutilmagan bo'lsa, mukofot berish majburiy emas, u ixtiyoriy hisoblanadi, deyiladi vazirlik xabarida. Ta'kidlanishicha, mukofotlashda kamsitishga yo'l qo'yilmaydi. Mehnat kodeksining 4-moddasiga mehnat huquqlarining tengligi, mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash prinsipiga ko'ra, jins, yosh, lavozim yoki mehnat natijalariga bog'liq bo'lmagan boshqa holatlar asosida farqlash kamsitish hisoblanadi, deyiladi xabarda.